Azizlar, meni tanimaganlar uchun meni ismim Shahnoza. Bugun men o'zimni Instagram kanalimda Javohirbek degan ismli yigit bilan jonli efir qilmoqchimiz. Bu Amerikaga kelgan o'zbekistonlik va yoki kelmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik shifokorlar qanaqa nima imtihonlar topshirish kerak, USMLE nima va shunga o'xshash savollar haqida javob berishga harakat qilamiz. Hozir men Javohirbekni приглашение tashiyman va qo'shilishga efirimizga qo'shilishga приглашение yuboraman. Hozir 1 minut. Taklifnoma yuborildi. Assalomu alaykum Javohirbek. Assalomu alaykum. Shahnoza opa, tuzimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz ishlar bilan charchamang, yugur-yugurlar bilan. Zo'r, rahmat, Xudoga shukr. Men hozir qisqacha aytdim. Bizani temamizni O'zbekistonmi yoki boshqa qaysi yurtdan bo'lsa ham kelgan shifokorlar Amerikada qanaqa qilib shifokor bo'lishligi mumkin, nima testlar topshirish kerak va nima qilish kerak. Shular haqida sizdan savollarni so'ramoqchi edim va keyinchalik odamlar yozgan savollarga javob berishga harakat qilamiz va hozir o'zingiz to'g'ringizda ozgina gapirib bersangiz, kim nimasiz, qanaqa Amerikaga keldingiz, shular haqida gapirib bersangiz, men oldindan rahmat aytardim. Tushunarli. Ismim Javohir. Men 2023-yilda Andijon davlat tibbiyot institutini davolash fakultetini bitirganman. Hozirda u yerda xuddi o'sha institutda Andijondagi onkologiya kafedrasida 3-kurs magistrman. 3-kursim boshlandi hozir. Shunaqa. Shu bilan birga shu USMLE yo'lida Amerikada shifokor bo'lishga harakat qilib, shu ma'lum bosqichlardan o'tganman. Ya'ni step 1 imtihoni, step 2 CK, OET imtihoni, Amerikada talab qilinadigan shu minimum 3 ta clinical experience, US clinical experience, 3 xil amerikalik shifokor bilan o'sha gemat-onkologiya, kardiologiya, gastroenterologiya yo'nalishlari bo'yicha praktika qilganman. Hozircha New Yorkdaman. Chunki o'sha oxirgi 2 ta praktikamni qilish uchun kelgandim. Sabab shu edi. Birinchi marta o'tgan yili kelganman. 1 oylik praktikamni qilib qaytib ketganman. Bu safar kelib shu 2 oyda 2 ta praktikamni qildim. Shu application season rezidenturaga boshlangandi. 3-sentyabrdan 24-sentyabrgacha shu vaqt davomida faqat shu application dokumentatsiya ishlarim bilan shug'ullandim. Ya'ni personal statement yozish, recommendation letterlarimni shu praktika qilgan shifokorlarim bilan aloqaga chiqib ularni olish, CV yozish va hokazo ishlar, ya'ni programmalarni topish. Men 100 ta programmaga topshirdim. Bu yerda rezidenturada talabi shunaqaki, o'zi har bitta applikantga agar puli ko'p bo'lsa, puli yetarli bo'lsa, cheksiz imkoniyat bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha pulingiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p programmaga topshirsangiz bo'ladi. Chunki har bitta programmaga topshirish bu yerda pulli. Men misol uchun 100 ta programmaga topshirdim. Undan bittasiga qabul qilinaman xolos. Oxirida bittasiga qabul qilinadi. 100 tadan bir nechtasiga intervyu olinsa, kirish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Shu kirish ehtimolligini oshirish uchun agar pul masalasida muammo bo'lsa, applikantlar ko'plab miqdorda programmaga topshirish mumkin. Meni tanishlarim bor, shu 130 ta, 150 ta, 200 ta, 250 ta programmaga topshirgan tanishlarim bor. Natija, misol uchun application season har yili kuzda bo'ladigan bo'lsa, buni natijasi keyingi yil bahorda, mart oyida, 20-mart sanasida chiqadi. Shu sana atrofida. Lekin agar o'sha paytda e'lon qilinsa, qabul qilindi degan email kelsa, applikantlar shu viza ishlarini, viza masalalarini, hujjatlarini hal qilib Amerikaga kelib, bu yerda arendaga uy topib turishadi, yashagani. 1-iyul sanasidan rezidentura boshlanadi.
Rahmat katta. Shuncha 1 minut ichida shuncha informatsiya berdingiz. Men endi odamlar birinchi marta menga ko'p savollar kelyapti. Odamlar umuman bilmaydi nima qilish kerak. Savollar kelyaptiki, men shifokorman, Toshkentda ishlayman yoki qayerdadir ishlayman, stajim shuncha, shunaqa spetsializatsiya bo'yicha. Lekin ular USMLE nimadan boshlash kerak, OIT nima, o'shalarni bilmaganlar uchun ozgina iloji bo'lsa bosqichma-bosqich birinchi masalan AQShda turib shular nima qilish kerak. Keyin siz 3-yil magistraturadansiz dedingiz. Bu degani siz ordinatura hisoblanami yo ordinatura yo'qmi hali? Yo'q. Rezidensiyaga o'xshagan. Hozir faqat o'qishdasiz, to'g'rimi? Shunaqa. O'zbekistondagacha tizim boshqacharoq. Amerikada, misol uchun, Amerikada masters degree deganda, masters level, ya'ni magistratura deganda faqatgina shu ilmiy tadqiqotga yo'naltirilgan sohalar tushuniladi. U spetsializatsiya sohalari tushunilmaydi. Misol uchun, Amerikada kardiologiya yoki onkologiya degan yo'nalishlarda magistratura qilishda iloji yo'q. Faqatgina shu research maqsadida qanaqadir magistratura qilsa bo'ladi. O'zbekistonda ozgina boshqacharoq. O'zbekistonda magistratura ordinaturadan ozgina ustunroq turadi даже. Shunaqa boshqacharoq tizim. O'zbekistonda ordinatura 2 yil davom etadi va ordinatorlar faqat shifokor sifatida ishlay oladi. Magistratura 3 yil davom etadi va magistrlar shifokor sifatida ishlashdan tashqari ilmiy sohada ham, misol uchun, o'qituvchi professor sifatida institut universitetlarda ishlasa bo'ladi. Chunki Amerikada meni tushunishim bo'yicha men ham teaching hospital, ya'ni mana shu doktorlarni, jarrohlarni o'qitadigan gospitalda ishlayman. Bizda rezidentlar birinchi med schoolni bitiradi. Birinchi bakalavriat qilishadi, keyin med school qilishadi. Undan keyin rezidensiyaga mana sizga o'xshab o'sha USMLEni amerikanslar ham topshiradi va undan keyin rezidensiyaga kirishadi. Rezidensiya u spetsialitetga qarab, mana shu узкий spetsializatsiya bo'yicha, masalan, 3 yil, 4 yil, 5 yil, eng uzog'i neyroxirurglarga mana shu 9 yil davom etadi. O'shanga masal o'zbekcha mana shu tizim bilan Amerikani tizimini uncha tushuna olmadim. Farqini endi tushundim, rahmat. Lekin shu USMLE bu degani, masalan, O'zbekistonda turib, shu USMLEni topshirib, keyinchalik bu yoqqa kelib rezidensiyaga matchingga siz hozir qilgan ishingiz mana shu rezidensiyaga topshirishga kelgansiz, to'g'rimi? Mana shu hamma dokumentlar. O'shanga masalan birinchi hech nimani bilmagan odam nimadan boshlash kerak, nimalar qilishlik kerak? Birinchi o'rinda O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonda o'qiyotgan bo'lsa, birinchi o'rinda shu wdoms.org vdoms.org saytiga kirib, o'zi o'qiyotgan joyini studentlari USMLE topshirishga eligiblemi yoki eligible emasmi, topshira oladimi, topshira olmaydimi tekshirish kerak bo'ladi. Chunki hozir ko'pincha studentlar bo'lishi mumkin, yangi ochilgan xususiy institutlar studentlari, ular katta ehtimol bilan USMLE topshira olmaydi. Chunki instituti akkreditatsiyadan o'tmagan bo'ladi. Juda katta ehtimol bilan. Davlat institut universitetlariga keladigan bo'lsak, davlat tibbiyot oliygohlarini hammasi o'tgan. Misol uchun, qayerdadir, qanaqadir davlat tibbiyot instituti yoki universiteti deyildimi, O'zbekistonda ularni hammasi akkreditatsiyadan o'tgan. Buxoro davlat tibbiyot instituti, Andijon davlat, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti hammasi akkreditatsiyadan o'tgan. Agar shunaqa davlat tibbiyot universitetlari yoki institutlarning talabasi bo'lsa, birinchi o'rinda ular xavotir olmasa bo'ladi, ular topshira oladi. Xususiyda bo'lsa tekshirish kerak. Xususiyda o'qidi degani topshira olmaydi degani emas, chunki xususiy institutda o'qib turib akkreditatsiyadan o'tganlar bor. Misol uchun, Akfa universiteti, hozirgi o'sha Central Asia University akkreditatsiyadan o'tgan, talabalari bemalol imtihon topshira oladi. Namangandagi Impuls tibbiyot instituti ham xususiy institut, bemalol USMLE imtihon topshira oladi talabalari. Shuni tekshirish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda ingliz tilini yaxshi o'rganish kerak. Bu yerda ko'pchilik ozgina noto'g'ri tushuncha bor. Ingliz tilini shunchaki ma'lumotlarni o'rganish uchun kitobda o'qisam tushunsa bo'ldi, ili o'sha USMLEni vaziyatli masalalarni o'qib tushunib yecha olsam bo'ldi, shu darajagacha o'rgansam bo'ldi degan ozgina noto'g'ri tushuncha bor. Yo'q, iloji boricha General Englishda ko'proq kuchaytirish kerak, yaxshiroq kuchaytirish kerak. Chunki
hali ingliz tili ko'proq kerak bo'ladigan boshqa bosqichlar keladida bu USML yo'lida. Imtihon masalasida ingliz tili unchalik kuchli darajada bo'lishi shart emas, chunki siz productive skilllaringiz, ya'ni o'sha speaking yoki writing skilllaringizni namoyon qilmaysiz. Lekin USML yo'lidan oxirigacha boraman degan har qanaqa kandidat agar ingliz tilisi yaxshi bo'lmasa, juda ham ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Birinchi o'rinda OET imtihonida. Ikkinchi o'rinda US Clinical Experience qilayotganda, bitta agar Amerikaga kelib praktika qilayotgan bo'lsa, ayniqsa Bruklinda afroamerikanistlar juda ham ko'p. Ular haqiqiy amerikaliklardan, ya'ni oq tanlilardan farqli ravishda tilini ozgina tushunish qiyinroq nisbatan. Shuning uchun ingliz tilisi yaxshi bo'lmagan kandidat ancha qiynalib qoladi. Bittaga EMR tizimi, ya'ni Electronic Medical Systemlar yoki Electronic Medical Recordslarda ishlashda ancha yengillik tug'diradi ingliz tilisi yaxshi bo'lsa. Ikkinchi o'rinda shu ingliz tilisini yaxshi bilish kerak. Shundan keyin USML imtihoniga bemalol tayyorlansa bo'laveradi. Ko'pchilik so'raydi, nechinchi kursdan tayyorlanish kerak deb. Agar birinchi kurs talaba bo'lsa, birinchi kursda ko'proq ingliz tilisini kuchaytirishga e'tibor qaratish kerak. Ikkinchi kursdan boshlasa bo'ladi. Shu boshlash mumkin bo'lgan eng erta yosh yoki kurs bu bakalavrda ikkinchi kursligi. Shu kursdan tayyorlansa bo'ladi. Tayyorgarlikka agar ingliz tilisi yaxshi bo'lsa va fundamental bilimlari nisbatan yaxshi, misol uchun kamida o'sha ximiya yoki biologiyani maktab vaqtida yoki abituriyentlik vaqtida yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, har xil kimyoviy yoki biologik qonuniyatlar yaxshi bo'lsa, USML imtihon materiallarini o'zlashtirish ancha oson bo'ladi. 1,5-2 yilda bemalol imtihon topshirsa bo'ladi. Uzog'i 3 yilda Step 1, Step 2 CK, OET imtihonlarini topshirsa bo'ladi. Men o'zimga 2,5 yil vaqt ketdi. Step 1, Step 2 CK imtihonlarini topshirishga. Orada tanaffuslar bilan bo'lgan bu. Agar tanaffus qilmasdan o'qiydigan talaba bo'lsa, most ertaroq topshirsa ham bo'ladi. Shunaqa. Bular topshirgandan keyin nima qilish kerak? Bu topshirish bilan chegaralanmaydi. Boshqa ishlarni qilishga ham ulgurish kerak. Shuning uchun men doim ertaroq imtihonga tayyorgarlik boshlashni maslahat beraman. Boshqa ishlar nimalar endi? O'zbekistonda tashkil qilinayotgan har xil o'sha ko'ngilli bo'lib, har xil organizatsiyalarga yordam bersa bo'ladi, o'sha volontyorstvolarda qatnashib. Practical skilllarini kuchaytirish kerak, clinical shu experiencelarga, praktikalarga borib, iloji boricha research projektlarda qatnashish kerak. Research projektlarda tekshirish kerak qayerda chop etilishiga, chunki har xil soxta jurnallar ham ko'p yoki original bo'lsa ham Amerika tan olmaydigan jurnallar ko'p. Misol uchun Scopus O'zbekistonda ancha mashhur. Scopusda chop ettirishga juda qiziqishadi. Lekin talaba agar Amerikada praktika qilib, Amerikada yo'lini davom ettirmoqchi bo'lsa, USML yo'li bilan bu Scopusga vaqt sarflamaslik kerak, chunki unda chop etilgan har qanaqa maqola yoki case report bo'ladimi, meta analiz bo'ladimi, ular qabul qilinmaydi Amerikada. Yagona qabul qilinishi mumkin bo'lgan jurnal bu shu yoki platforma PubMed. PubMedda chop etilishi kerak yoki shu PubMeddagi resurslarda ismingiz bo'lishi kerak. Ya'ni shularga ham vaqt ajratish kerak bo'ladi. Chunki siz Amerikada butun dunyodan kelgan kandidatlar bilan competition olib borasiz. Nima uchun endi program direktorlar Amerikada o'qib, Amerikada shunchaki emas, shunchaki qog'ozbozlik emas, haqiqiy resurslarda bemor bilan ishlab, Amerika Med School'ni bitirib, Amerikani mentalitetini o'rganib, bemor bilan qanaqa gaplashishni bilgan kandidatning o'rniga sizni olish kerak degan savolni o'zingizga berishingiz kerak. Shu jihatdan boshqa aspektlaringizni ham kuchaytirish kerak. Ya'ni ko'pchilik faqat USML imtihonlariga e'tibor bermasdan, faqat USML imtihonlariga e'tibor berib qo'yadi ko'pchilik. Shu imtihonlarni o'tsam bo'ldi. Lekin boshqa taraflarda ham program direktorlari yoki umuman programmalar talab qilishini hisobga olish kerak. Shu tarzda davom etadi. Research experience, clinical experience imtihonlarini topshirib, rezidenturaga harakat qilsa bo'ladi.
hozir ancha USML yo'lida O'zbekistondan harakat qilayotgan kandidatlar juda ham ko'p. Уже rezidenturaga topshirayotganlar yoki topshirganlar umumiy miqdori 50 tadan oshgan bo'lsa kerak menimcha. Ko'pchiligimizdan maslahat olsa bo'ladi hozir. Oldin unaqa emas, misol uchun biz yoki bizdan oldingilar topshirgan vaqtlarda bizga yo'l ko'rsatadiganlar uncha yo'q edi bizga yoki ularga. Hozir bundan keyingi topshirmoqchi bo'lgan yoki USML yo'lidan yurmoqchi bo'lganlar uchun ancha imkoniyat yaxshi. Biz yordam beramiz, men o'zim yordam beraman, yo'l ko'rsataman, aloqaga chiqishsa bemalol. Rahmat. Men yana aytib o'tmoqchi edimki, agar kim qiziqsa, qanaqa savollar bo'lsa, sizni mana shu video agar Instagram o'chirilib ketmasa, videoni qoldirishga harakat qilaman va sizni endi ko'pchilik sizni bemalol taniydi, O'zbekistonni bilaman. Sizni Telegram kanalingiz bor, Instagramingiz bor, o'shalarni bariga ham yozaman, lekin o'sha bilmagan odamlar uchun, men tarafdan kelgan odamlar bilmaganlar o'sha yerdan bemalol birinchi kommentariyda yozib qoldiraman, sizga bemalol keyinchalik murojaat qilishadi. Katta rahmat buning uchun. Keyin yana xos so'ramoqchi bo'lgan savolim, aytganingizdek, mana shu ingliz tili juda kerakli deysiz, to'g'ri, chunki nafaqat masalan faqat o'sha kitobni o'qib tushunishdan tashqari kasallar bilan gaplashish kerak bo'ladi. Yana keyin mana bu intervyu rezidensiyaga kirish uchun mana shu 50 ta, 100 ta, 200 ta programmaga topshirgandan keyin intervyudan ham o'tish vaqti bor. O'sha intervyu paytida mana shu attending har xil rezidentlar, chief rezidentlar, sizni o'rningizda oldin bo'lgan rezidentlar, hozir chief 5-6 yil rezidensiya bo'lgan chieflar va attending katta doktorlar intervyu qilishadi programmaga olishdan oldin va ular bilan har xil savollar tushganda bemalol o'zinglarni yaxshi his qilib qo'rqmasdan javob berishga darajada ingliz tilini bilish kerak. O'shaning uchun shu aytganingiz meni juda xursand qildi. Ingliz tili nafaqat mana shu kitob uchun emas, lekin har kunda gaplashish uchun ham bilish kerak deganingiz juda to'g'ri. Va shunga men so'ramoqchiman, ingliz tilini siz qanaqa qilib o'rganishni boshlagansiz o'zingiz? Men ingliz tilini maktab paytidan passiv tarzda o'rganganman. Passiv tarzda ingliz tilini o'rganish asosiy fokusim bo'lmagan. Maktabdan keyin yoki qanaqadir kanikul vaqtlarida uydagilarni xohishiga qarab borganman, ingliz tili kurslariga borganman. Yaxshi o'rganmaganman unda. Ingliz tiliga jiddiy qarashni men institutga kirganimdan keyin 3-4-kursimda boshlaganman. Chunki o'sha vaqtdan boshlab o'sha kelajagimni chet elda qurish fikri paydo bo'lgan. Agar men ras chet elda kelajagimni qursam, men yaxshi bilishim kerak degan qarorga kelganman. Ingliz tilidagi tibbiyot manbalarini ham o'sha 3-kurs vaqtimdan o'rganishni boshlaganman. Shu paytda jiddiy qaraganman. Shu 4-kurs paytimda keyin shu IELTS imtihoniga tayyorlanib, IELTS sertifikatini olganman. Shu tarzda sekin-sekin ingliz tili men kundalik anaqamga aylanib ketgan. Misol uchun kompyuterim hamma anaqalaridagi emaillar, boshqalar, ko'radigan resurslarim, o'qiydigan resurslarim hammasi ingliz tilida. Shuning uchun ingliz tili nima desam bo'ladi? Men shu tarzda o'rganib kelyapman. Ingliz tili yaxshi bo'lishi uchun, ingliz tili darajasi yaxshi bo'lishi uchun uni hayotda bir qismiga aylantirish kerak. Busiz bo'lmaydi. Kuniga qanchadir vaqt ajratib emas, butun kun davomida oz-ozdan qanaqadir hayot qismiga aylanish kerak. To'g'ri. O'shanga men ham aytaman, O'zbekistonda turib ingliz tilini o'rganish qiyinroqdir, lekin Amerikada odamlar bor 10 yil, 15 yildan beri turib ingliz tilini o'rganishni men shunga hayron qolaman. O'shaning uchun siz shunchalik O'zbekistonda turib o'zingiz qiziqib, mana shunaqa formalniy qanaqadir universitetlarga borib o'qimasdan, mana shu kurslardan o'qib shu darajaga yetganingizga mashalloh qoyilman. O'shanga men aytmoqchimanki, siz ko'pchilik odamlarga motivatsiya bo'lishingiz mumkin. Keyin odamlar aytadi, yoshim o'tdi, bunaqa deyishadi, lekin mana shu so'ramoqchi bo'lgan joyim, limitatsiya bormi yoshiga qarab mana shu rezidensiyaga topshirishga? Siz yoshsiz. Kattaroq eshitganman, o'sha old grad mana shunaqa qoidalari bormi? O'shalarni ham agar tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Old grad boshqa narsa, yosh boshqa narsa. Old grad deganda bitirgan yiliga nisbatan oladi.
O'zbekistonda misol uchun yoshi katta bo'lib turib, lekin endi bitirgan bo'lishi mumkin. Ular fresh graduate hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda yosh emas, ko'proq tibbiyot oliygohini bitirgan yiliga e'tibor qaratish kerak. Bu yerda programmalarga, rezidenturaga shu hujjat topshirishdan avval shu yuzlab programmalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda statistikasi bor, o'zi har bitta programma o'zini talabini qo'ygan. Bizga shunaqa sohalarda praktika qilgan talaba kerak, Amerikada praktika qilgan talaba bo'lishi kerak. Ba'zilar aytadi, shu bitirgan yiliga, o'qishni bitirganiga 5 yildan kam vaqt bo'lishi kerak deydi. Qaysidirlar aytadi 3 yil yoki undan kam muddat bo'lishi kerak deydi. Qaysilar aytadi 10 yil yoki undan kam bo'lishi kerak deydi. Qaysilari farqi yo'q. Qachonligini farqi yo'q. Katta ehtimol bilan qancha year of graduationda farqi yo'q bo'lib borgani sari ular vizaga sponsorlik qilmaydi. Ya'ni misol uchun vizaga sponsorlik qilayotgan programma bormi? Misol uchun siz O'zbekistondasiz, Amerikada hech qanday tanishingiz ham yo'q, vizangiz ham yo'q, hujjatingiz yo'q. Vizaga u sponsorlik qilyaptimi? J1 yoki H1B vizaga. U o'zini talabini qo'yadi shunga yarasha. Talab qancha yengillashgan sari viza masalasida sizda muammolar bo'ladi. Ya'ni talabi uncha kam bo'lgan programmalar, step 2 ballaridan juda ham past bo'lsa ham olaveradigan programmalar. Ya'ni shunchaki imtihondan o'tgan bo'lsa bo'ldi, yuqori ball bo'lish shart emas deydigan programmalar katta ehtimol bilan green kartasi yoki fuqaroligi bor kandidatlarni oladi. Ular vizaga sponsorlik qilmaydi. Shunaqa taraflari bor. Shuning uchun bu yerda fokusni year of graduationga qaratish kerak. Agar qancha year of graduationi yuqori bo'lsa, misol uchun o'zbekistonlik yaxshi kandidat bo'lishi mumkin, ingliz tilini zo'r bilishi mumkin. Aytaylik, Amerikada vrach bo'lishga qiziqib, yoshi katta, bitirganiga ancha bo'lgan kandidat USML imtihonlarini topshirdi va shanslarini ko'radigan bo'lsa, shanslari yoshlarga nisbatan ancha past bo'ladi va yoshlarga nisbatan o'sha shansini tenglashtirish uchun ko'p ishlar qilish kerak bo'ladi. Researchlarda qatnashish kerak bo'ladi. Praktikani ham 3 ta emas, ko'plab oylar qilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha CV-sida o'zi clinical shu experience, misol uchun men yozishim bo'yicha общий 3 oyga to'g'ri keladi. Clinical experience'ga qarayapti, yoshi katta bo'lsa ham, lekin 1 yil yoki 2 yil to'xtamay Amerikada praktika qilgan ekan deb yosh kandidatga nisbatan tenglashib ketishi mumkin shu masalalarda. Shunaqa. Ya'ni qancha minus tarafi, ya'ni red flaglar ko'pmi, shuncha ko'p harakat qilish kerak bo'ladi. O'sha imtihondan bir marta yiqilganmi, u katta ehtimol bilan juda ham ko'p harakat qilsa keyin rezidenturaga olinishi mumkin. Ya'ni red flaglar ko'paygani sari harakat ham ko'payib borishi kerak bo'ladi. Harakat ko'paygan deganda bu yerda xarajatlar ham ko'payadi harakat bilan birga. Amerikada praktika qilish tekinlarni topish mumkin, ilojsiz narsa emas, lekin juda ko'p pul talab qiladi. Minimal bir oyga $1,500 praktika. 1 yil praktika qilmoqchi bo'lsa, $15,000 praktikaga to'lash kerak bo'ladi. Rahmat. O'sha wow. Narxlarni eshitib, men ko'zim chiqib ketdi. Nima, o'shanga men sizni nimaga so'radim yosh bo'yicha, chunki odamlar ko'pincha adashtirishadi. Bizda 35 yoshda karyera tamomlashadi, lekin agar bu yerda AQShda yosh bo'yicha emas, siz aytgandek, mana shu o'qish universitet yoki kollej bitirgan yiliga qarashadi. O'shanga men shuni siz odamlarga tushuntirishingizni men o'shanga savol berdim. Katta rahmat javobingiz uchun. Yana keyingi savolim nima so'ramoqchi edim. Qiyinchiliklar, masalan, mana shu o'zingiz USML'ni boshlaganingizdan beri o'sha eng katta qiyinchiliklardan qaysi? Nafaqat pul sohasida yana qanaqa qiyinchiliklar ko'rgansiz? O'shalarni tushuntirib bersangiz. Tushunarli. Bu puldan tashqari qiyinchiliklar bu imtihonga tayyorgarlik albatta, chunki men step 1 imtihoniga qisqa muddatda yuqori bosim bilan tayyorgarlik ko'rganim uchun menda burnout bo'lgan, ancha o'qishdan bezirlab qolganman.
bir yil man USML o'qimadim, imtihonga tayyorgarlik ko'rmadim. Uni o'rniga o'zimni kurslarim o'tdim, har xil resurslar chiqardim, YouTube kanalda yangi vloglar chiqardim. Shu bilan band bo'ldim. Undan keyin menda fikr tug'ildi, chunki juda ham ko'p tanishlarim Germaniya yo'liga o'tib ketayotganligi uchun menda ham sekin ikkilanish boshlandi. USML yo'li o'zim arziydimi, yoqadimi menga degan fikrlar kelishni boshladi. Shu vaqtda men Amerikaga praktikaga kelishni maqsad qildim. Ya'ni step 2 ni boshlamay turay, oldin bir boray Amerikaga, ko'ray, meditsina qanaqa o'tdi, vrachlar bilan ishlash qanaqa, teamwork qanaqa, collaboration qanaqa, shularni bir ko'ray. Agar yoqmasa, men USML yo'lini tashlayman. Nemis tilini o'rganib, Germaniyaga ketaman deb plan qildim. Agar yoqsa, USML step 2 ga tayyorgarlikni boshlayman dedim. Keldim Amerikaga. Birinchi qiyinchilik bu yerda kompyuterda ishlash tizimi bo'ldi. Men kompyuter bilan yaxshi ishlayman, chunki men juda ham ko'p umrim qismini kompyuter o'yinlari bilan o'tkazganman. Menda kompyuterda qiyinchilik deganda uni klaviaturalarda terish yoki boshqa narsalar nazarda tutmayapman. Bu yerda kasallik tarixi tizimini kompyuterlashtirilgan versiyasi. Men O'zbekistonda unaqani hali ko'rmaganman. Faqatgina qog'oz versiyadagilarini ko'rganman. Lekin bu yerga kelgandan keyin EMR tizimi, o'sha Electronic Medical Records tizim, hujjat qilish, qabul qilish, istoriyalarni kiritib chiqish. Istoriyalarni kiritayotganda faqatgina shunchaki asosiy ko'rsatkichlarni emas, butun tarixidagi istoriyalarni kiritib chiqish. Insurance tizimi bilan ishlash men uchun 100% yangilik narsalar bo'lganligi uchun men boshida qiynalganman. Bir hafta 10 kun qiynalganman. Men uchun most meaningful, eng ahamiyati yuqori bo'lgan tajribalardan biri bo'lgan hayotimdagi. Tibbiyot yo'lidagi. Men buni o'zimni CV'imga ham kiritdim, residency applicationda. Chunki CV kiritayotganda shunaqa 3 ta hayotdagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan experiencelar kiritish kerak bo'ladi. Shulardan biri shu edi. Ya'ni Brooklyn Cancer Care'da patsientlar bilan ishlash. Chunki meni kutuvlarim, o'sha expectationlarim boshqacha edi. Chunki hujjat bo'yicha men observershipga kelgandim. Observership bo'yicha faqat kuzatib turishdan iborat bo'ladi xolos kandidatni vazifasi. Lekin bu yerga kelsam, observership bas hands-on experience ga aylanib ketdi. Menga birinchi kundan bemorlar berilishni boshlashdi. O'sha Native American Brooklyn'dagi speakerlar, bemor bilan men yolg'iz qoldim. O'sha kompyuterda tizim qanaqa ishlashini bilmayman. Istoriyani o'zim bemordan olib kiritishim kerak edi. Vrach kutib turibdi. Bu juda ham mas'uliyatli narsa edi, chunki xatolik bo'lsa, sug'urta kompaniyasi vrachga minus qilardi. Shuning uchun menga shunaqa mas'uliyatli ishni topshirib qo'yishdi. Men realni shokda edim. Tanishlardan eplab yordam so'rab tushunishga harakat qilib o'rganib oldim. O'sha haftada ozgina depressiyaga ham tushganman. Juda ham qiyinchilik bo'lib ketganman-da. Meni so'kishgan xatoliklar qilganim uchun. Chunki men USML step 2 topshirmaganman. Patsientni skrininglari haqidagi ma'lumotlar USML step 2 da bor. Men hali o'qimaganman. Skrining bo'yicha ma'lumotlar kiritish kerakligini men bilmasdim. Misol uchun patsient kelgan, aytaylik 60 yoshli ayol kishi kelyapti. Oxirgi mammografiyaga 3 yildan oshdi. Men step 2 bilimi bo'yicha 40 yoshdan 74 yoshgacha bo'lgan ayolmi, oxirgi mammografiyaga 1 yil yoki 2 yildan oshdimi, kasallik tarixiga, o'sha EMR recordsga mammografiya skriningda rekomendatsiya qilib qo'yishim kerak. Yaqin vaqt orasida mammografiyaga tushishi kerak bo'ladi u ayol. Shunaqa narsalar kiritmaganman, chunki kiritish kerakligini bilmaganman. Kiritish kerakligini bilganimda ham unaqa skriningda kriteriyalarni bilmasdim. Sut bezi saratoniga o'sha mammografiya bo'yicha. Chunki step 2 hali o'qimaganman. Shunaqa xatoliklar qilganimda o'sha yerda kandidatlar so'kib berishgan, nimaga kiritmading, o'zi boshqatdan ochish kerak, step 2 o'qiganmisan, o'zi shunaqa nimalar bo'lgan, ozgina stress bo'lgan. Stressda praktika qilganman 1 hafta. Bu ikkinchi haftadan yaxshilanib ketgan, ancha o'rganib olib, yangi kandidatlarga o'zim o'rgatishni boshlaganman keyin.
Mashalloh. Shunchalik nima stress bilan ishlab amallab bargam ishga kirishganingizga qoyilman. Lekin shuni so'ramoqchi edim. Sizlarda masalan praktikaga kelganingizda expectation deyishadi-ku, nima sizlardan kutilyapti? Unaqani gapirishmaganmi, aytishmaganmi? Darrov ishga tashlab yuborishdimi shundoq? Umuman aytishmagan, saytida ham ma'lumot berilmagan. Observership deb yozilgan, ya'ni просто kuzatasan deb. Bu kelsam boshqa atmosfera, bemorlar ko'p, vrach yetishmayapti. Shunaqa bo'lib Sizni ish qilib olishdi tekinga. Yana siz to'lagansiz. Men pul to'laganman, tekinga ish qilib olishgan. Ishi yengillashyapti. Menga ham, ularga ham plus bo'lgan qaysidir ma'noda. Men o'zimni shunaqa stressli vaziyatdan qanaqa chiqib ketish qobiliyatlarimni tekshirib olganman bahonada. Siz ham hozir shuni anaqa what's your strong nima deyishadi, trait deyishadi-ku, eng kuchli taraflaring nima desa, siz ham stressli situatsiyalarda bemalol ishlab keta olamanni qo'shasiz endi. Qo'shganman personal statementimda shu adaptability, ya'ni vaziyatga moslashuvchanlik tez o'rganish, ya'ni fast learning, shu narsalarni qo'shganman. Qoyil, молодец. Endi yana shuni so'ramoqchi edim. Mana shu clinical deyapsiz-ku, o'sha o'rganish, observership, o'shalarni qayerdan topgansiz? Qanaqa yo'llari bor? Ha, men Instagramda rosa qidirganman. Brooklyn Cancer Care ko'rib qolganman. O'zi undan oldin juda ko'p programmalarni ham qarab ko'rganman. Juda ko'pi taklifnoma bermasdi. Даже pul bersa ham taklifnoma bermaydigan programmalar bor edi. Endi menga ras viza kerak bo'lgandan keyin elchixonaga kirganimda taklifnomani ko'rsatishim kerak edi. Men qidirgan programmalarning ichida taklifnoma beradigan bittasi o'sha Dr. Killan asos solgan Brooklyn Cancer Care programmasi edi. $500 depozit qilganman. Uyga to'lov qilganman, biletlarni olganman, hali vizam aniq emas. Xullas $2000 men risk qilganman, vizam yo'q. $2000 sarflab bo'lib, o'sha non refundable qaytarib bo'lmaydi. Kirganman. Baxtimga o'sha viza olib chiqqanman. Agar viza ololmaganimda $2000 kuyardi. Kirayotganimda ham o'sha u sarflagan pulimni o'sha meniki emas, yo'q deb hisoblab kirganman, chunki men отказ olaman deb hamma sabablarini qilganman, hamma hujjatlarimni tayyorlaganman, lekin отказ olishga tayyor bo'lib kirganman, tushkunlikka tushib qolmaslik uchun. Qoyil, yaxshi ham Allohim sizni shunchalik o'ylagan niyatlaringizga yetkazibdi. O'shanga men xursandman, ilom keyinchalik ham shunaqa bo'lsin. Yana bitta savolim, xo'p, keyin manaqa narsani o'ylaganman, shu agar USML meni yo'lim bo'lmasa, viza chiqmaslik kerak deb anaqa qilganman. Agar viza chiqsa, men oxirigacha boraman degan plan qilganman. Shunaqa deb o'z-o'zimga aytganman. Agar viza chiqdimi, bu bekorga chiqmadi. Shu yo'lda oxirigacha borishim kerak ekan, значит. Agar bu meniki bo'lmaganda, bu narsa men uchun xayrli bo'lmaganda, menimcha viza chiqmasdi degan narsani o'zimga aytganman. Mana shu hozir yana bitta savol berishdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Sizga bitta savolim bor. O'zbekiston tibbiyot oliygohlarini USMLI dan tan oladimi? Menimcha boshida shuni aytdingiz shekil, bu haqida ko'rib turganlar orasida agar o'zingiz o'qiyotgan joyda tekshirmoqchi bo'lsangiz, bu haqida profilimda video bor. Qaysi saytga kirib, qayerlariga, qaysi optionlarni yozib, oliygohingizni USML topshira olasizmi yo'qmi tekshirish bo'yicha video qilganman, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Men o'sha videoni qoldirib, xudo xolasa zapish qolganda, men o'sha birinchi kommentariyada sizni mana shu hamma Instagramingizni informatsiyasini o'sha yerga qo'yaman. O'shaning uchun kim qo'shilsa, bemalol o'sha yerdan ko'rib olishadi. Yana bitta savol, siz mana shu praktikaga birinchi marta kelganingizdan keyin, hozir ikkinchi marta keldingiz, rezidensiyaga harakat qilyapsiz. O'sha birinchi kelishingiz uchun nima harakat qilgansiz? Sizga mana shu kelishga, masalan, sizni tanlashligi uchun yana qanaqadir dokumentatsiyami, nimalar qilgansiz? Yo'q, o'sha research tadqiqotlarida qatnashganmisiz? Qanaqa sizni tanlashdi? Observership uchunmi? Birinchi gal kelganingizda. Yo'q, bu yerda tanlash shart emas, chunki pulini to'laganingizdan keyin taklifnoma beradi.
tushunarli. Depozit feesi $500 bo'lgan, praktika narxi 1600 bo'lgan общий. $500 to'laysiz, taklifnoma berishadi. Ular endi garantiya berishmaydi viza olish yoki ola olmasligingizga. Men o $500 to'lab, viza olganimdan keyin qolgan praktika summasini to'lashga kelishganmiz. Shunaqa men ularga aytganman, agar viza ola olsam, qolgan $1100 ni to'layman deb aytganman. Shunaqa bo'lgan. To есть bitta bu men kelgan joy private practice bo'lganligi uchun, ya'ni davlat qanaqadir tashkiloti bo'lmaganligi uchun taklifnoma qo'rqmasdan beraveradi. Agar university program yoki university hospital bo'lsa, buni deyarli iloji yo'q. Agar university hospitallarda observer sifatida praktika qilishi uchun alohida hujjatlar, alohida institutlarda kelishuvi yoki boshqacha kontraktlar talab qilinadi. Bu ancha uzoq vaqt talab qiladigan jarayon, ancha oldin harakat qilish kerak. Misol uchun, mart oyida praktika qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sentyabr, oktyabr oylaridan harakatni boshlash kerak. Chunki university hospitallarda o'zini studentlari ham praktika qiladigan paytlari bo'ladi. Bu vaqtda sizga joy bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ertaroq qaysi sanalar sizga qulayligini 3-4 oy oldin aniqlab, ularga xabar berib, shu sanalarda bo'sh o'rin bormi praktika qilishim uchun deb kelishib, to'lovi bo'lsa to'lovini qilib keyin boriladi. University hospitallarda to'lovi ancha qimmat. Misol uchun men private practice'da US clinical experience qilgan bo'lsam, narxi $1600 yoki university hospitallarda $3000 dan oshib ketadi bir oylik praktikaning narxi. Tushunarli. Rahmat. Informatsiyaga eshitib hammasidan shunchalik hayron qolaman. Narxli osmon narxi ekan, lekin xudo xolasa arziydi hammasi. Bitirganingizdan keyin, hamma ishlardan o'tganingizdan keyin, bu yerda doktor bo'lganingizda ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Endi hozir siz xudo xolasa yaxshi niyat qilaylik. Siz hozir mana shu ordinaturaga, rezidensiyaga topshirdingiz. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'ylayapsiz? Keyin yana savolim, mana shu rezidensiyaga topshirilayotganda uni o'zga spetsializatsiyaga qarab o'zingiz tanlaysizmi yo qattiq odam kamroq topshiradi, o'shanga qarab tanlaysizmi? Qanaqa tanlanadi rezidensiyaga topshirish? Men planim bo'yicha gematolog onkolog bo'lmoqchiman. Bu tor doirali soha. Gematolog onkolog bo'lishim uchun, har qanaqa tor soha egasi bo'lish uchun Amerikada misol uchun kardiologiya, gastroenterologiya, gematoonkologiya yoki endokrinolog bo'lish uchun hammasidan avval birinchi internal medicinaga topshiriladi bu yerda. Hamma kandidatlar 3 yillik internal medicine rezidenturasini o'qib bitirishadi. Ana undan keyin 1 yoki 2 yillik yoki ayrim hollarda 3 yillik fellowshiplarni qilib, tor sohani mutaxassisi bo'lib yetishishadi. Ayrim boshqa sohalar, misol uchun obstetrics gynecology, ya'ni akusher ginekologiya sohasi yoki umumiy xirurgiya, ya'ni general surgery sohalari, neurosurgery, anesteziologiya, urologiya, ularda boshqacharoq tizim. Urologiya uchun alohida даже veb-sayt bor, ular boshqa organizatsiya mustaqil ajralib chiqib ketishgan bu rezidentura tizimidan. Alohida rezidentura o'zini tizimi bor. Sayti ham boshqa, kandidatlari ham, hujjatlari ham boshqacharoq talab qilinadi. Ya'ni u yo'nalishingizga bog'liq. Birinchi o'rinda qay tarzda topshirishingiz. Agar men hozir sanab o'tgan sohani egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, baribir o'sha internal medicine birinchi o'qish kerak bo'ladi. Xirurgiya sohasiga general surgery 5 yil o'qiladi, tor sohaga yana 2 yil yoki 3 yil, 4 yil. Shuning uchun neurosurgery bo'lsa, bu agar general surgerydan keyin fellowshiplari bilan birga 7, 8, 9 yil bo'lib ketib qoladi. O'zi neyroxirurgiya eng kuchlisi. O'qish deyotganingiz shu rezidensiyani to'g'ri, bu yerda ham ishlab, ham o'qiladi. Shunaqa. Oyga olinadi. Shuni aytmoqchim, chunki shuncha hozir pulni ketqazingiz, odamlar voy dod boradi, keyin yana 5 yil o'qish ekan, yana unga pul to'lash kerakmi deb o'ylashmasin, o'shanga pul to'lanadi, katta pul emas. Chunki to'g'risini aytsam, men hamshiraman, rezidentlarimizdan oyligini eshitsam, men hayron qolaman. Shuncha pul
man hamshira bo'lsamdan ko'p olaman deb nima qilaman, lekin bilaman ular 5 yildan keyin manda 10 barobar oylik ko'p olishadi, o'sha hamma ketgan pulligi ko'rinmay ketadi. O'shanga men hazillashib ular bilan mayli hozir sen qorning och, men seni yedirib turaman, keyin sen meni yedirasan deb hazil qilamiz. Lekin shu rezidensiya paytida odamlar oylik ham oladi, shuni tushuntirib o'tyaptim. Keyin bu yerda odamlar aytishyaptiki, O'zbekistonni diplomlari o'tmaydi. Shuni to'g'risida gapirib bera olasizmi, tushuntira olasizmi, rostmi, yolg'onmi deb odamlar yozishyapti. O'zbekistonni yo'q, undan oldin bitta savolingizga javob berib ketaman. Qaysi faktorlarga qarab tanlanadi, nechta oladi dedingiz. Alohida veb-sayt bor, Residency Explorer degan. Bu yerda haqiqatan ham rezidenturaga topshirayotganlargina kira oladi, chunki $165 turadigan ERAS, Electronic Residency Application System degan token kerak bo'ladi rezidenturaga topshirayotganlar va o'sha tokenni olgandan keyin alohida login parol yaratiladi, u orqali Residency Explorer saytiga kirishi mumkin. Bu saytga kirgandan keyin alohida Excel orqali har bitta programmani har bir yil bo'yicha statistikasini skachat qilib olish mumkin. Har statistikada kerakli ma'lumot olsangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, bironta Mount Sinai Hospital degan programmani oldik va o'sha Mount Sinai bo'yicha u yerga o'tgan yili, ya'ni oxirgi 2025-yilgi match uchun nechta odam topshirgan, nechta odam qabul qilgan, topshirganlarning nechtasi intervyuga qabul qilgan. Misol uchun o'rtacha 8000 ta odam topshirsa, ularni kandidatlarni dokumentlarini ko'rib chiqib 500 tasini intervyuga taklif qilishadi. 500 tadan 50 tani rostdan ham qabul qilishadi. Endi o'sha 8000 tani statistikasini yana ko'rish mumkin. Nechtasi amerikalik kandidat, nechtasi chet ellik kandidat, ya'ni nechtasi US medical graduate yoki nechtasi international medical graduate yana ko'rish mumkin. Shu Amerikadan tashqari bo'lgan viza talab qilinadigan kandidatlardan nechtasi intervyuga qabul qilingan, ularning nechtasi osiyolik, nechtasi qora tanli, nechtasi ispan, rezidentlarning ichidan necha foizi qora tanlik, ko'proq qaysi tilda gaplashadi, hamma ma'lumotlarni shunaqa olsa bo'ladi. Misol uchun o'zingizga kriteriya qo'yishingiz ham mumkin, shunga qarab filtrlab beradi programma. Ya'ni siz tanlovlar qilish mumkin. Menga vizaga sponsorlik qiladigan kandidatlarini 50% dan oshig'i Amerikadan tashqaridan kelgan kandidatlar bo'lsa, ya'ni Amerika o'zida bitirgan emas, Amerikadan tashqaridan, ya'ni menga o'xshagan bo'lsin, o'zimga o'xshagan ma'lum foizi, misol uchun 50% kamida osiyolik bo'lsin, shunaqa qilib kriteriyalar qo'yib filtrlasa bo'ladi. Filtrlagan saringiz programmalar soni sekin kamayib boradi. O'zingizga yoqqanlarini shunda ajratib olasiz. Sizga ko'pgina yuzlab programmalar turadi. O'zingizni filtrlaringizni kiritib, qaysi biri eng sizga mos keladi, shuni aniqlab olasiz. Diplom masalasiga keladiganmiz. Diplom o'tadimi, o'tmaydimi? Buni oldingi prямой efirlarda ham aytganman. Diplom o'tadi deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunib qoladi. Diplomim bor bo'lsa, demak chet elga borsam vrach sifatida sразу qabul qilinib ishlab ketaman deb o'ylaydi. Yoki diplomim o'tmaydi deganda ham noto'g'ri tushuncha bor. Nima harakat qilmaylik, bizni qabul qilishmaydi degan tushuncha bor. Diplom masalasida aytib o'tdim, boshida birinchi o'rinda sizni oliygohingiz akkreditatsiyadan o'tganmi, yo'qmi, shuni tekshirsangiz, akkreditatsiyadan o'tgan bo'lsa, demak siz ishlay olasiz. Diplomingizni qabul qiladi, lekin bu qabul qiladi degani sizni to'g'ridan-to'g'ri vrachlikka o'tkazib yuboradi degani emas. Diplomingizni qabul qiladi degani vrachlikka layoqatli bo'lish uchun tegishli imtihonlarni topshirishga ruxsat berishadi. Misol uchun shunaqa institutni bitirganlar bor, misol uchun shu xususiylardan ayrimlari akkreditatsiyadan o'tmagan, lekin diplomga ega va ular imtihonga nech pul bersa ham baribir imtihon topshira olmaydi. Chunki imtihon topshirishga ruxsat bermaydi, o'qigan joyi akkreditatsiyadan o'tmagani uchun. Akkreditatsiyadan o'tganligi muhim, shu joyga endi e'tibor qaratish kerak, fokus qaratish kerak. Akkreditatsiyadan o'tgan bo'lsa, demak u diplomiga qarashni kerak yo'q, tegishli imtihonlarni topshirib,
bemalol o'sha Amerikada bitirgan odam bilan o'sha teng urovingga chiqib oladi. Amerikadan bitirgan bu ham o'zini o'qishini bitirib USML imtihon topshiradi. Bu ham USML imtihonni anaqa topshirib, o'zini anaqasiga tegishli yo'nalishiga topshiradi. Ya'ni aytmoqchiman, tegishli imtihonlarda topshirilsa, amerikalik bilan chet ellik bir xil bo'lib qoladi. Agar viza boshqa masalalarni hisobga olmasak. Shuning uchun bu masalada uncha xavotirlanishni keragi yo'q. Boshqa davlatlar masalasida ham shunaqa. Misol faqat Amerika emas, misol uchun Norvegiya, Germaniya kabi ko'p davlatlarda ham shunaqa tegishli rezidenturani imtihonlarini topshirsa, o'sha bemalol shu vrach sifatida litsenziya olib ishlab yursa bo'ladi. Va bu yerda hozir juda qizg'in muhokama ketyapti. Rossiyskiy diplomi, O'zbekiston diplomi qaysi biri kuchlidir? Biroz odamlar unisi zo'r, bunisi zo'r deb gapirishyapti. Shu to'g'risida fikringiz qanaqa? Rossiya bilan O'zbekiston diplomi, u xolis siz Avstraliya yoki Germaniyada o'qigan bo'lsangiz ham, imtihonlarni topshirganingizdan keyin hammasi bir xil bo'ladi. Diplom qachonki rol o'ynaydi, Amerikada bitirgan bo'lsangiz, aytaylik, siz topshirayotgan programmani katta ehtimol bilan u universitetiga affiliated bo'ladi. Agar o'sha universitetda talabasi bo'lsa, siz bilan bellashayotgan kandidat sizga nisbatan uni ma'qul ko'rish ehtimolligi yuqori. Misol uchun o'sha Rochester University'ni hospitalidan Rochester University'ni bitirgan kandidat, siz Rochester University hospitalga topshiryapsiz, u kandidat o'zini universitetini hospitalga topshiryapti. Program direktor ko'radi, ikkalasini solishtirganda bittasi Rochester University'ni bitirgan, bittasi O'zbekistondagi, misol uchun Toshkent tibbiyot akademiyasini bitirgan deylik. Ustun ko'radi, Amerikada bitirgan. Chunki u sistemaga ko'proq moslasha oladi, tezroq moslasha oladi. O'zbekistonlikka nisbatan kamroq muammo tug'diradi, tushunmovchilik kam bo'ladi, ko'p narsa so'ramaydi, chunki ko'p narsani allaqachon bilgan bo'ladi. Endi Rossiya masalasiga yana qaytadigan bo'lsak, hozirgi paytda O'zbekiston Rossiyaga nisbatan viza olish masalasida ustunroq, chunki har xil siyosiy muammolar hisobiga rossiyalik kandidatlar viza olish masalasida muammo bo'lyapti. Даже shunaqa kandidatlar bor, rezidenturaga qabul qilinib bo'lgan, lekin viza masalasi muammoligi uchun Amerikaga kela olmayapti. Bu yerda programmasi ularni kutyapti. Yana ma'lum chegaragacha kutish shartini qo'yishgan. Undan keyin rezidenturasini bekor qilishadi, o'rniga boshqani qabul qilishadi. Shunaqa vaziyat Rossiyada o'qiganlarida. Faqat Rossiyada o'qiganlar emas, shu Amerika qaysi davlatlarga restriction qo'ygan bo'lsa, viza masalasida o'sha yerda o'qishni bitirganlar yoki o'sha yerda fuqarolari, ko'proq fuqarolarga tegishli bu. U yerda o'qishni bitirganlarga emas. Misol uchun O'zbekistonlik O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga borib o'qib, qaytib kelgan O'zbekistonga, iloji yo'q, O'zbekistondan elchixonaga kiradi. Viza masalasida muammo bo'lmaydi. Ko'proq fuqarolarga tegishli. Misol uchun Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbeklar bo'lishi mumkin. Shu kabi masalalarda viza to'g'risida muammo bo'ladi. Tushunarli. Keyin bu yerda yana so'rashyapti, o'sha praktikani qaysi veb-saytdan qidirsa bo'ladi deb so'rashyapti. Siz aytdingiz, siz Instagramdan topdim dedingiz. Shu observership o'zi Telegram kanalimizga kirishsa, hamma praktika topish bo'lgan linklarni qoldirganman. Baraka toping. O'shanga men aytmoqchi edim, osongina siz mana shu sahifalaringizga kirsa odamlar topishadi. Keyin yana odamlar so'rashyapti, USMLga tayyorlash bo'yicha o'qish kurslarni siz qachon joriy qilasiz, qachon ochiladi? Men katta ehtimol bilan shu oktyabr oyida USML marafonimga start beraman. U kurs sifatida bo'lmaydi, ya'ni avvalgidek men har bitta o'quvchi bilan shug'ullanmayman. Kattaroq auditoriyaga yordam berish maqsadida shu to'lovini qilganlar uchun alohida yopiq platforma shakllantiriladi, yopiq guruh shakllantiriladi. Ularga shu Zoomda leksiyani o'zini o'tib boraman. Alohida yopiq guruhda muhokama guruhini ochib qo'yamiz. Ular o'zaro o'rganilgan narsalar muhokama qilinadi. Misol uchun har kuni qaysi bir vaqtda leksiya bo'ladi. Men leksiyani o'taman, tushuntiraman, lekin ularni savol-javob qilmayman. Lekin guruhda savol berilsa, qaysi bir savollarga javob berishim mumkin, lekin guruhda asosan muhokama
talabalarni o'zini o'rtasida bo'ladi. Bu ancha boshqacharoq yondashuv. O'zbekistonda menimcha hali hech kim bu tarzda USML kursini yo'lga qo'ymagan. Kurslar asosan individual har bitta talaba bilan ishlashga qaratilgan, lekin menga to'g'risi hozir har biri bilan ishlashga uncha vaqtim yo'q, lekin shu bilan birga ularga shu USML resurslarini osonroq yetkazishni xohlayman. Qiyinchiligini yengillashtiraman, o'rganishini tezlashtiraman. Shuning uchun u asosan marafon shaklida bo'ladi, Zoom orqali. Ya'ni oldin men o'tgan kurslarda bitta gruppaga 30 kishi qabul qilingan, har birini savol-javob qilib o'tardim. Bu ancha ko'p vaqtim olardi. Hozirgida plan bo'yicha bittada misol uchun 100 ta, 200 ta kandidat qabul qilinadi. Ularga umumiy leksiya o'tiladi. Ular muhokamasini guruhda qiladi. Shunda men ko'proq e'tiborimni resurs yaratishga, dars o'tishga ajrata olaman. Har birini savol-javob qilishga emas, ko'proq resurs yaratishga. Chunki agar nasib qilgan bo'lsa, keyingi yil o'sha mart oyida match bo'lib ketsam rezidenturaga, undan keyin katta ehtimol bilan resurs yaratishga vaqt ajrata olmayman deb qo'rqaman. Shuning uchun ungacha ko'proq resurslarni yaratib qo'ymoqchiman. Baraka toping. Juda ham yaxshi, katta foyda bo'ladi odamlarga. Chunki siz o'zingiz ishingiz bilan band bo'lsangiz ham mana shu platforma qoladi, odamlar bemalol o'sha resurslardan foydalanadi. Keyinchalikda siz ham kerak bo'lmaysiz, tayyor platforma kirishadi, o'qishadi, kerakli narsani olishadi. Qoyil, juda yaxshi fikr. Aytganingizdek, hozir agar O'zbekistonda haligacha qilinmagan bo'lsa, bu birinchi eng zo'r proyektlardan bittasi bo'ladi. Keyin shu hamma qilayotganlaringiz. Mana shu intervyularda nimalarda shularni ham gapirasizmi? Men mana shunaqa o'rganishga harakat qilaman. Plusi bormi sizga? Men qiziqaman, chunki shuncha ishlar qilyapsiz. Mana shu volontyorlik do'si ko'p narsalar, masalan, odamlar bilmaydi. Mana shu qilayotgan ishlaringiz ko'pchilik vaqt kerak. Mana shu resurslarni ham topishga ham. Endi mayli odamlar o'ylashi mumkin, kurslarga pul to'laymiz, lekin pul to'lagan tashqari kursi sifati bo'lishi kerak. Sifatli ilm, ta'lim berish uchun odamlar soatlab vaqt ketkazish kerak. Ko'pchilik buni bilmaydi. O'shanga men qiziqayotgandim. Bu sizga bu yerda plus bo'ladimi? Aytasizmi intervyu paytida qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Intervyu paytida aytaman. Intervyu paytida bu Shark Science proyektimi strong part of my identity sifatida aytmoqchiman. Brand. Shunaqa, strong part of my identity. Chunki nickname'im Dr. Shark projekt, Shark Science. Nimadan kelgan Shark o'sha qiziqyaptim. Birinchi ko'rganda qiziqdim. Bu ancha oldin o'sha ikkinchi yoki birinchi kursligimdami bakalavrda shunaqa fakt o'qiganman, уже ko'pchilik ko'rgan. То есть boshqa baliqlardan farqli ravishda akulalarda suzgich pufaygi bo'lmaydi, air bladder bo'lmaydi. Ular harakatlanib turish kerak doim. Maqsadga erishish uchun harakat qilish kerak, harakat qilmasa cho'kadi. Shundan ilhomlanib olingan Dr. Shark, doim ilm olish bilan band bo'lish maqsadida qo'yilgan. Rahmat. To'xtasam degradatsiya bo'ladi. Shuning uchun to'xtamasdan oldinga harakat qilishim kerak degan ma'noda qo'yilgan. Qoyil, rahmat katta. Keyin bu yerda yaxshi savol berishdi. Ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Imtihondan oldin tayyorlanish sirlari bormi? Imtihondan oldin tayyorgarlik ko'rish, qaysi resurslardan foydalanish, qancha vaqt sarflash, hammasi haqida resurslar tayyorlab qo'yganman. Profilimda o'sha bitta 400 mingtami ko'rilgan video bor. Shuni ostida Shark deb komment qoldirishsa, Step 1 ga qanaqa tayyorgarlik ko'rganim, qaysi resurslardan foydalanganim. Step 2 ga qanaqa tayyorgarlik ko'rib, qaysi resurslar. Step OET ga qanaqa resurslardan foydalanib tayyorgarlik ko'rganim. Hammasi bo'yicha instruksiya yozib tayyorlab qo'yganman. Biriga video orqali, biriga PDF fayl orqali bemalol olib foydalanishsa bo'ladi. Qoyil, sizda hamma mana shu nimaga tayyorlanish kerak, nima kerak, hamma informatsiya o'zingizning sahifangizda bor. Ko'pchilik endi men tarafdan kelgan odamlar ko'pchilik bilmaydi buni. O'shanga yana qanaqa resurslaringiz bor? O'sha yerda to'g'risida aytib olsangiz yaxshi bo'lardi, o'shanda odamlar biladi. Bizda fundamental bilimlarni o'zlashtirish uchun farmakologiya kitobimiz bor, biokimiya kitobimiz bor, o'zimiz chop etgan. Mikrobiologiya yopiq kanalimiz bor.
sketchy mikrobiologiya videolarini man o'sha 115 tasini hammasini tarjima qilib o'zim boshqatdan olib chiqqanman o'zbek tilida. Shunga obuna bo'lishsa bo'ladi. USML Step 1 Study Planner kanaliga obuna bo'lishsa bo'ladi. Bir martalik to'lov qilinadi, bo'ldi. Step 1 Study Planner kanal 100 ming so'm. Bu USML yo'lini xohlayotgan odamga umuman qimmat narx emas deb o'ylayman. 100 ming so'm bir martalik bir umrlik obunaga ega bo'lishadi. Hozirda o'sha 650 dan oshiq talaba bundan foydalanyapti, sotib olib. Mikrobiologiya kanalimizni 200 dan ortiq talaba sotib oldi hozirgacha. Shu 115 ta video bir umr kanalda qoladi, bemalol resurslardan foydalansa bo'ladi. Hozircha shu resurslarni O'zbekistonga shu kunlarda qaytsam, fokusimni yangi resurslar yaratishga qarataman. Baraka toping. Shuncha yaxshi ishlar qilyapsiz, mashallah. Ilohim hamma yo'llaringiz ochilib, hamma o'ylagan niyatlaringizga yetib oling. Va yana so'ramoqchi bo'lgan savolim, mana shu hamma qilgan ishlaringiz bo'yicha Amerika va O'zbekistonda o'qishlar bo'yicha shu taqqoslaganda Amerika bilan O'zbekistonni farqini tushundingiz. Agar bilganingizda oldin shu narsalarni boshqa odamlarga nima maslahat berardingiz o'sha farqlarni ko'rib? Endi Amerikada o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa jihatlari ko'p. Birinchi o'rinda shu sug'urta tizimini to'liq joriy qilinganligi. Ikkinchi o'rinda o'qish tizimida bizdan farqli ravishda bular deyarli kanikul olishmaydi. Med schoolda dam olsa 1 yilda 2 hafta dam olishadi. Qolgan vaqt to'liq o'qishda, praktikada. Shunaqa bo'ladi. Bularda majburiy praktika qattiq tekshiriladi. Shu jihatdan ham ularda practical skilllar ancha yuqori. Shu narsalarni o'rgandim. Ya'ni bizda majburiy, ya'ni alohida shunchaki sikl emas, ya'ni nima demoqchiman? Bizda kardiologiya siklini oladigan bo'lsak, 3-kursdan keyin o'sha sikllar boshlanadi. Kardiologiya siklida nazariy bilimlarni o'zlashtirgani boriladi xolos, asosan kafedraga. O'tiriladi, suhbat qilinadi, savol-javob qilinadi, bo'ldi, ketiladi. Men shu narsani xohlardim. Misol uchun ichki kasalliklar kafedrasida majburiy dejurstvolar ko'proq qilinishini. Shunchaki nazariy bilimlarda gaplashgani kelishmas. Ertalabdan kechgacha faqat bemor bilan shu ishlansin, vrach yordamchisi sifatida shu narsalarga e'tibor berish. Shunaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlardim. O'sha studentlar ertalab 8 da kelib 12 yoki 1 da gaplashib yoki shunchaki suhbat qilib ketmasdan ertalab 8 danoq praktikaga kelsin. Unaqa suhbat kamroq bo'lsin. Chunki bunaqa suhbatlarni aslida biz 3-kursgacha qilinishimiz kerak edi-da. Nazariy bilimlar. Afsuski nazariy bilimlar vaqt yo'qotilib, o'rganilmay qolib ketadi ko'p holatda. Praktika ham yetarli bo'ladi degan tushuncha bor. Bunaqa noto'g'ri tushunchani yo'qotib, iloji boricha 1-kursdan 3-kursgacha deyarli hamma nazariy bilimlarni o'zlashtirish kerak. 3-4-kursdan boshlab praktikada to'liq yursa yaxshi bo'ladi. Ya'ni praktikada to'liq yursan degani alohida shogird tushib yoki boshqa qilish emas. Studentlarni grupovoy bo'lib birga kelib, ertalab 8 dan kerak bo'lsa ertasi kun, keyingi kungacha 24 soatlik shiftlarda qolish kerak. Bu yerda studentlar shunaqa 24 soatlik shiftlarda qolishadi, shu navbatchiliklarda qolishadi. O'zbekistonda bunaqa 24 soatlik navbatchilar yo'q, bor bo'lsa men bilmayman to'g'risi. Yana bitta rahmat javobingiz uchun. Yana bitta savol Nilufarxon beribdilar. Boshqa imtihonlarni nazarda tutayapman. Imtihondan pas bo'lish uchun qanaqa o'qish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, RMA examda, RMA uni vrachli abbreviatsiyasi shakli siz bilsangiz kerak, men bilmadim. RMA exam men bunaqani eshitmaganman lekin. USML'ni bilaman, OET'larni bilaman, RMA'ni bilmayman. Nima, Nilufarxon tushuntirib boring? Lichkamga murojaat qilsa ham tushuntirib boraman. Chunki birinchi o'zim o'rganib olishim kerak, men eshitmaganman RMA examni.
Chunki hammaga USMLE imtihon emas, boshqa imtihonlar ham bor deb yozibdilar Nilufarxon. Ha, manimcha USMLdan tashqari boshqa davlat tizimini aytishyapti. Shu adashtirishayotgan. Chunki biz hozir AQSh to'g'risida gapiryapmiz. Javohirbek shu AQSh to'g'risida boshida aytdilar, USMLE bilan OETni topshirish kerak. Boshqalar u bilmayman spetsialitet bo'lsa kerak, uni e'tiborga olmaymiz. Hozir xafa bo'lmanglar, chunki bizani vaqtimiz ham oxiriga yetyapti. Javohirbekdan shunchalik savollar so'rab, yana nimalar kerak vaqtingizni ajratdingiz dedim. Katta rahmat shunchalik vaqtingizni ajratganingiz uchun va men shu videoni zapisda qo'yaman. Kimma qanaqa savollar bo'lsa, bemalol Javohirbekni Instagramlariga kiringlar. Iltimos, men o'sha yerda kommentariyada qoldiraman ssilkani va yana savolingiz bo'lsa, bemalol boshqa bor NBD. Bu stomatologlarni aytyaptilar. Stomatolog biz stomatologiya to'g'risida gapirayotganimiz yo'q. Mayli, stomatologiya bo'yicha agar informatsiya bo'lsa berib yubora qoling, qisqacha qilib, yo'q bo'lsa unda sekin. Stomatologiya bo'yicha ham oxirgi videoim shu haqida bo'ldi, chunki bunaqa men iloji boricha menga ko'p savol berilayotgan mavzular to'g'risida video qilaman. Chunki har safar boshqatdan tushuntirishni xohlamayman, vaqtimni ketkazib, o'sha bitta video qilaman, o'sha video orqali to'liq ma'lumot olishim mumkin. Profilimda o'sha stomatologiya haqida video qilganman, stom deb kommentariy yozsa, umuman Amerikada stomatolog bo'lishni noldan oxirigacha yo'li tushuntirilgan instruksiya tayyorlaganman Telegram kanalimda, o'shanga link boradi avtomatik. To'g'ri, rahmat. Keyin men aytmoqchimanki, hamma kim kech qo'shilgan bo'lsa, iltimos Javohirbek juda vaqt ko'p ketkazganlar shu informatsiyani topish, videolar qilish va shularga vaqt ketadi. O'shanga hamma odamlarga aytganlaridek bittadan javob berish o'zi bo'lmaydi. O'shaning uchun erinmasdan profillarga kiringlar va butun hamma kerakli informatsiyani o'sha yerdan olinglar. Juda ham ko'p ma'lumot olsa bo'ladi. Men Q&A, question and answers ko'p o'tkazganman. Hozirgacha 5 ta katta Q&A o'tkazib, profilimda Instagramda highlightsga qo'yib qo'yganman. Kirishsa, ular bermoqchi bo'lgan savolni kimdir allaqachon bergan va men javob bergan bo'lishim mumkin. Bir qator ko'rib chiqishni tavsiya beraman shuning uchun. Katta rahmat hamma javoblaringiz uchun va bugun bizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat va xudo xolasa men yaqinda sizdan marta poylayman. Qo'lim ishladi-ku, amerikaliklar keep fingers crossed deyishadi. O'shanaqa qilib sizni marta poylaymiz va xudo xolasa bo'ldi, o'tdim, hammasi zo'r degan sizdan xabarlarni poylab qolamiz. Rahmat. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga ham Shahnoza opa taklif uchun. Foydali suhbat bo'ldi degan umiddaman. Juda ham. Yana ko'rishamiz xudo xolasa. Rahmat. Xudo xolasa hayotda uchrashib nasib qilsin. Rahmat. Omad. Hammaga xayr. Rahmat. Sog' bo'linglar.